yangi tovar kutib o'tirgan opa-singillarimiz uchun yangi tovarlarimiz keldi. Yana bundan oldingisi ham keldi, hozir yana keldi. Undan bu yog'iga endi kelaveradi qayta-qayta. Xudo xolisa kuzatishdan to'xtamaysizlar. Sizlar uchun chiroyli shubalarni olib kelib qo'yganmiz. Hozir sizlar bilan mashinani birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi korobkamiz ochilishi bilan sizlarga yoqtirgan svetli shubalarimiz ketdi. Yana yetmaganiga belib oling. Cho'pon stil, bilasizlar, skromniy turadi. Bunisi sal boshqacharoq kelgan. Ko'rayotganingizdek, bu yerda endi bunaqa yo'l bilan kelgan. Ko'rasizlar? Agar ko'ryaptimmi bilmadim, lekin bu modelimiz yangi model bo'lyapti. Oldingi safar tekis edi, hozir endi yo'l bilan qo'shilgan variant kelyapti. Strishka o'tgan orasidan. Ko'rayotganingizdek, mana orasidan strishka bo'lgan. Bu ham o'zgacha turadi, chiroyli moda bo'lib turadi. Yosh qizlarimiz uchun ham aynan mana shu modelni tavsiya qilaman, chunki juda ham chiroyli fason, skromniy. Bunaqa ranglari ham kelibdi. Mana kapuchino rangi xolis edi, kapuchino ranglari ham bor. Jigarrang ranglari ham kelibdi, jigarrang. Bu boshqa model menimcha. Angliskiy yoqi shuba so'ragan bo'lsangiz, mana angliskiy yoqi jigarrang uzun rangidan kelgan. Ko'rasizlar? Mexlari yaxshisi, o'sha yengil vishi sort. Bu yoqqa kelaverasizlar, sarpa-marpalarga kerak bo'lsa bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi, savdolashib bemalol o'zingizlarni uyingizga kelib xarid qilib ketaverasizlar. Xo'p, bu shalvisi ekan. Kimono stilimizda shalvi yoqasi. Shalvi yoqi qanaqa desanglar, yoqasi angliskiyga o'xshashib ketadi, lekin bunda butun tushgan. Angliskiyda bitta-bitta orasida qaychiq kesilgan bo'ladi. Bu ham o'sha splashnoy kimono stilga o'xshagan modelimiz. Keyingi korobkamizda nima narsalar chiqar ekan. Videoni shoshib o'tkazib yuboring, xudo xolasa siz yoqtirgan narsalar ham chiqib qolishi mumkin. Ozgina vaqtingizni olamiz. Mana seri, men ham o'zim sizlar bilan birgalikda ko'ryapman bu narsalarni. Buni oldindan ochib olib biz ko'rmaymiz. Mexlari kelgan bo'lsa, mexlari juda ham zo'r ekan. Yengil, uzun norka bunaqa yengil bo'lishini tasavvur ham qila olmaysizlar. Rangini qaranglar. Rangi grafit svet. Европейский kerak. Wow. Mana buni qaranglar. Kimono stilli seriyasi ham kelibdi. Yetmaganiga uzuni. Hop, bu yerda yana nima bo'lyapti? Grafit svet kimono. Bu safar bizning do'kondan olmasdan chiqib ketmasangiz bo'lmaydi menimcha. Chunki hamma modellar bor. Bu yerda kapshonkali variantlar ham kelibdi. Agar boshingiz sal sovuqligiga og'riygan bo'lsa, kapshonkali variantlari ham bor. Uzunligi 120 talik, 130 taliklar kelgan. Uzunni bilasizlar, kiyganinglarda juda ham chiroyli bo'lib turadi. To'la to'kis tashab turadi. Ko'rasizlar, modellar chiqib yotibdi, to'xtamayapti. Bu yerda bunisi endi neobisniy qizil. Bu yoqda ham yana nima? Xullas bu yerda juda ham ko'p. Kelib o'zingiz ko'rsangiz ham bo'ladi. Bir uyda ham bekor o'tirsiz. Kelib bitta ko'rib keting. Olmasangiz ham bitta ko'rib ketsangiz bemalol bo'ladi. Bilasiz-ku, bizning qo'ynimiz ochiq, yaxshi kutib olamiz. Mazaq aylanib ketaverasiz. Bu yoqda kalta variantlari, rangi kelgan bo'lsa, ranglari to'qsobil svet, stoki yoqi. Keyingisi qorasi, grafitda angliskiy yoqi. Bu juda ko'p ekan lekin. Angliskiy yoqi qoralari kelgan. Angliskiy yoqi bilasizlar, chiroyli turadi. Oldilari ochiq. Bo'yningizga troslarni taqib olsangiz, sovuqga olingan troslarni. Xullas, yengilliklar bor, yo'q emas. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Hamma modellarimiz ketadigan, hazil tushadigan modellarimiz. Mexlari ham yaxshi. 2 yil afishaning garantiyasini beramiz. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.